Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, qadrdonlar, yana bir yangi obyektga xizmatga keldik. Ushbu obyektimiz joylashgan joy Namangan viloyati, Namangan shahar, Go'zal dachada yana bir shinam obyektga xizmatga kelganmiz. Qadrdonlar, ushbu obyektimizni tom qismini gipsdan penalonboz bilan yopib beramiz. Chetiga zardevorlar urilgan, pastiga shilipka, vasataxta, chorniy patolog har joyda shevada har xil aytiladi. Xuddi shu ko'rinishda uyda egalari akamizni o'zlari qoqib qo'yganlar. Gaza blokdan uy imorat ko'tarilgan, sesmalari quyilgan. Xuddi mana shu ko'rinishda. Bu tarafida eski uylari bor, qo'shimcha bino pastakqina qilib, qo'shimcha yana uy imorat solgan ekanlar. Shuni tomini bugun inshaalloh real tarzda gipsdan qalinligi 10 sm pilis holatiga quyib beramiz. Obyektimizni pastdan ko'rinishda dimoxodlarni ham qo'yib ketganlar. Bitta xonaga 100 lik truba bitta-bittadan xuddi shu ko'rinishda. Materiallarimizni ma'lum qismini yoyib, instrumentlarimizni kerak qismini yoyib, ish jarayonlari boshlangan. Qadrdonlar, navbatdagi obyektimiz ham Namangan shaharida bo'ldi. Bugun yana bitta guruhda pena beton quyyapti. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida. Xudo xolasa hali kechroq imkon qilib yetkiz olsak, u obyektga ham borib, yana bitta video qilib, mana shu videodan keyin qo'yishga harakat qilamiz. U ozgina uzoqroq bo'lganligi uchun kun ham issiq qizdiryapti. Ba'zida ishlarni ko'rgani, aqabaqa borgani jismoniy ham nima desa bo'ladi, qobiliyatimiz yetmay qolyapti. Apa bo'lish yo'q. Har bitta obyektlarimizni video rolik qilib chiqara olmayapmiz. Qaysidir obyektlarda o'zim xizmatga borgan obyektlarda xuddi shu ko'rinishda ish jarayonlarini, ishlar ketma-ketligini qo'yishga harakat qilyapman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Musiqaga ish jarayonidan tezlashtirilgan lavhalarni qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar qadrdonlar. Inshaalloh kechgacha shu joyda bo'lib tursam, obyektimiz yakunlangandan keyingi umumiy holatda ko'rinishini ham yana mana shu videoni davomiga qo'shamiz. Qanaqadir savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi turgan 40 telefon raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Safarda yurgan aka-uka, opa-singillar pastdagi 33 298 40 telefon raqamimizda Max Telegram bor. Telegramdan murojaat qilishlaring ham mumkin. E'tibor uchun rahmat hammaga. Salomat bo'linglar. Endi ish jarayonlarida ko'rishamiz. Yuragimni poralar
Yana bir bor assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar, aka opa singillar, xudo xolasa galdagi obyektimizni ham chiroyli tarzda yakunlash arafasidamiz. Ustobollar hozir bu tarafda o'tirishuvdi. Kamerani yoqqanimda, shuna bu tarafga o'tishdi. Obyektni ko'rsatmasdan kamerani siraz o'zimga urib oldim. Bular ham o'rganishsin-da. To'g'rimi aka, nima deysiz? Charchama. Halol mehnatda ayb yo'q. Charchamadinglarmi shep? Birovni haqini yemayapmiz, o'g'irlik qilmayapmiz. Nimasidan uyalasan halol mehnat uka? Tegizda charchamadingizmi? Charchaganimiz yo'q, xudoga shukr. Kecha kungi nari videoda bizda obunachilar bilan salomlashib o'z fikrlaringizni bildiruvdingiz. Yana bir salomlashib xizmatlarimiz to'g'risida Alloh qodir qilgancha bilganingizcha ma'lumot berib o'tasiz aka. Endi qo'ldan kelgancha shu insof darajasida chiroyli holatda ishlar bitirishga harakat qilyapmiz. Obunachilarimizga ham tavsiya qilamiz. Ishlarimiz ishonchli, sifatli. Qo'ldan kelgancha xalqqa manzur bo'ladigan ishlarni qilishga harakatdamiz. Aka, ayrim hamkasblarimiz 5 sm pilis holatiga deyishadi-da. Biz quymaymiz unaqasidan. Shaxsan men siz 5 sm-lisidan quymaymiz. 7 pilis yo bo'lmasa 10 pilis quyamiz, ha? Men ham mana shu ko'p telefon qilgan odamlarga ham, klientlarimizga ham 5 sm tavsiya qilmay qo'ydim. Faqat shu 7-10 pilis holatda. Chunki endi qilgan ishimiz liboy odamga ham effekt berish kerak. Ular ham pulni yerdan supurib olmayapti, axir. Qadrdonlar, hamkasbim Begizda ham to'ppa-to'g'ri aytdilar. Ayrim hamkasblarimiz bor. Mana shu videoda to'liq ma'lumot beraman. Qalinligi 5 sm pilis holatiga deyishadi. 100 kvadrat joyga 50 qop mahsulot borib ishlatishadi. 45-50 qop mahsulot. Biz 100 kvadrat joyga 7 sm pilis holatiga deb 75 qop, 80 qop, 80 qop pilisam tomda holatiga qarab turib yuka borib ishlatamiz. Ishlarimiz ancha mustahkam va sifatli, ishonchli. Mash taraflari 2 sloy cho'rni beli holatiga quyilgan. Bu tarafi hali birinchi sloy holatida turibdi. Mash tarafini ham 2 sloy qilib xuddi shu ko'rinishda o'ta go'zal tarzda begistakamlar quyib berishadi. Hozir suv ozgina muammo bo'lib qoldi. Suv chiqmay turganiga video olishga qaror qildim. Mahsulotimiz haqida ozgina to'liqroq ma'lumot berish maqsadida. Aka, bitta endi ko'rsatib bering sifatini. Ko'rsating aka. 10 sm pilis holatiga kelishganmiz. Nech kilosiz akajon? 80 kilomi? 80 kilo ves bilan xuddi shu ko'rinishda sakradilar. Pastidagi to'sin uzilmasa sinish holatlari kuzatilmaydi. Bitta ikkita joyda sinish yollish mumkin. Bu ham vassas qimillaydigan. Qanaqa vesda tushganlarini ko'rdilaring? Cho'kish holati ham yo'q. Mahsulotimiz hali nam holatda turibdi. Bu ko'chganlar akamda oyoqlaridagi bo'takdan tushganlar. Xuddi mana shu ko'rinishda ishlarimiz ishonchli va sifatli. Qadrdonlar, bizga safarda yurgan aka opa singillar Telegramdan, Maxdan murojaat qilishlaring ham mumkin. Pastdagi 40 telefon raqamlarimizda Telegramimiz ham bor, Maximiz ham bor. Qanaqadir savollar bo'lsa yana bundan tashqari biz to'liq ma'lumot berishga harakat qildik deb o'ylaymiz. Bundan tashqari yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol Alloh qodir qilgancha javob beramiz. Ayrim hamkasblarimiz qanaqadir so'rashlar, takliflar yo bo'lmasa nimagadir tushunmay qoladigan bo'lsalaring, mahsulotni qayerdan sifatlisini topishga tushunmay qoladigan, topolmaydigan bo'linsa, ashlarga ham yo'nalish ko'rsatib, dillerlarda nomerlarigacha berib, yangi kirmoqchi bo'lgan hamkasblarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqinglar behijolat. Alloh qodir qilgancha hamma savollarga javob beramiz. Ukalarimiz xizmatda. Endi xudo xolasa suv ham keldi. Ikkinchi sloy beli holatini tomda umumiy holda yakunlab o'z egalariga topshiramiz. Tomimizni bu tarafda yana bitta tas qismi ham bor qadrdonlar. Mash taraflarini avvalroq quyib ketganmiz. Bu joylariga ham endi belisini quyamiz xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar azizlar.